Uyghur Yevropa ansambl haqida. Ko'ngil quvvati yaxshi chalg'udan, ruh o'ziqi xush ovozidan. Shodlikni oshirg'ichi xonanda, g'amni katkizgichi sozanda. Alisher Navoiy. Uyg'ur xalqi uzoq muddatlik tarixiy davrlar jarayonida dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir qadimiy madaniyat xalqdir. Uyg'ur san'ati va tili Markaziy Osiyo osmonidagi chaqnab turgan cho'lpon bo'lsa, Uyg'ur 13 kun muqomi dunyo madaniyat xazinasidagi hech o'xshashini topqilib bo'lmaydigan yagona, ham musiqidan olgan musiqa madaniyati hadis bo'lib qolmasdan balki Uyg'ur xalqining dunyo naqsh musiq san'atiga qo'shgan buyuk bir to'pisidir. Yaqin bir necha yil mobaynida Uyg'ur xalqining madaniyat va turmush osmonini qora bulutlar qoplab, ularning azaldan bor bo'lgan tili, dini, madaniyati, urf-odatlar qatorliq milliy xoslik ega barliq sohalar yo'qotilish va assimilyatsiya siyosatining bo'ron chapqinlariga uchramoqda. Shundan bilan bir qadamda millionlagan begona Uyg'ur munavvar o'g'il qizlari o'zlarining milliy g'ururi, milliy vijdoni, o'z millatiga bo'lgan sevgisi, milliy mas'uliyati ham diniy e'tiqodi tufayli yo'qolan bana sabablar bilan jazo lagerlari qamilib zulm chekmoqda va radikal siyosatning qurbonlariga aylanmoqda. Mana bu shundoq bir mudish tarixiy sharoitda Yevropa ellarida yashayotgan vatanparvar san'atkorlar san'at orqali o'z millatining yaralangan qalblariga ozroq bo'lsa-mu ruhiy tasalli berish ham millat uchun qo'lidan keladigan biror ahamiyat ish qilish maqsadi bilan 2019-yili 9-aprel kuni Norvegiyaga jam bo'lib, Uyg'ur Yevropa ansamblini qurib chiqdi. Mazkur ansamblning qurilishi navbatdagi Uyg'ur diasporasining tarixi taqozosi ham Uyg'ur madaniyat san'atining chet ellarda bo'lsa-mu o'zining soplig'ini saqlab qolish va erkin shaklda dunyo xalqiga tashviq qilib ko'z tutishini besilgan muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur Yevropa ansambl qurilib uzun o'tmay o'zining tunji maydon konsertini ilgari oxir bo'lib Belgiya va Gollandiya davlatlarida g'alabalik tomonlab har soat tomoshabinlarning qizg'in olqishi va yuqori bahosiga erishdi. Ansamblda hozircha o'z ixtiyorligi bilan mehnat qilayotgan 17 nafar san'atkor va 3 nafar ma'muriy xizmat qiluvchi xodimlar bor bo'lib, ular o'z vazifalarini qo'lidan kelishicha jon ko'ydirib o'rindab kelmoqda. Ansamblning kelgusi xizmat nishoni: 1. Uyg'ur san'atiga varislik qilish va uni keng tashviq qilish. 2. Avlodlarga chalg'u asboblarni o'rgatish. Uyg'ur 13 kun muqomini o'rganish ham uningga to'g'ri varislik qilish. 3. Uyg'ur san'atini, kulturini tonishtirish, barliq demokratik ellar bilan o'zaro hamkorlashib, madaniyat almashtirish orqali Uyg'ur millatining dunyo millatlari ichidagi bir tinchlik suyar, demokratiyani, erkinlikni suyadigan, kishilik huquqqa hurmat qiladigan, do'stona, zamonaviy madaniyatni yaxshi ko'radigan qadimiy ilg'or millat ekanligidan iborat bu haqiqatni san'at vositasi orqali jahon ahliga tashviq qilib tunishtirishdan iboratdir.